Shunday. Xush kelibsizlar. Bizda demak Xo'jaobod tumani madaniyat bo'limi xodimlari, rahbari Anvarjon Abdullayev, Abdushukur Ismoilovlar studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum. Abdushukur ijrosida juda ham ko'plab qo'shiqlar eshitdik. Savolni ko'proq Anvarbekka yo'naltirsak-da va ulardan javob olishga harakat qilsak. Xo'jaobod tumani madaniyat bo'limi mudiri. Bu degani ko'plab ijodkorlarga bosh degani. Shunday. Mas'uliyat bor, o'ziga xos bir ijodning eng cho'qqisidagi inson bo'lish kerak. Tushunish kerak bo'ladi. Keling, bo'limdagi ijodiy jarayonlar haqida boshlasak suhbatni. Mayli, avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun Andijon nafasi teleko'rsatuvida xodimlarim bilan birgalikda chiqqanimdan mamnunman. Birinchi o'rinda o'tgan safar shanba kunida qirg'iz ansamblimiz keldi sizlarga. Ko'rib, bizda Faqat raqsga tushirdi bizni. xodimlar ham bor. Xo'jaobod shunaqa joyki, bu yerda shu qanday aytsam bo'ladi? Shahar desak bo'ladi. Andijon shahar bo'lsa, Xo'jaobod bitta shahar. Bu yerda odamlari o'ziga yarasha inson. Men o'zim Bulovosh tumanidanman. Mana shu 2 yil bo'ldi bularga bosh bo'lib kelganimga. O'zimni tumanimda yomonlashmas, yaxshi bizda ham ijodiy ishlar ko'p. Lekin Xo'jaobod avvalgidan rivojlangan. Hozir u yerda investitsiya deb qo'yadi. Bo'lib ham turizm sohalari mana Shirmon buloq bo'lsa, bularda Imomota, o'sha Toshota ziyoratgohlari bor. Bizda ko'proq Xo'jaobod tumani madaniyat bo'limida ijodiy xodimlarimiz bilan prezidentimizning 112 sonli qarori hamda qolaversa 391 sonli qarorlari bo'yicha ish tashkil qilib boryapmiz. Faoliyatimiz davomida respublika ko'rik tanlovlarida ishtirok etayotgan ustozlarimiz bor. Qolaversa men ham bular bilan birga haligi kuyikib desa ham bo'ladi. Hasad emas, kuyikib bular bilan teppa-teng men ham rubobda chiqaman deb qaysidir tadbir bo'lsa rahbar sifatida o'tirib olmayman. Albatta bular bilan birgalikda Jo'r bo'lasiz rubobda. Jo'r bo'lib bizda shu Armag'on ashula va raqs xalq ansamblimiz bor. Xalq unvoniga ega. 1979-yilda tashkil topgan. Bunga asoschilar Fattoxon Mamadaliyev ustozlar. Mana bu o'zimizni Bulovoshidan Munojotxon Yo'lchiyevalar. Qolaversa bizda uzoq yillar shu Xo'jaobod tumanida hokimiyatida ham ishlagan. Qolaversa Xo'jaobod tumanida madaniyat bo'lim mudiri bo'lib faoliyat ko'rsatgan ustozimiz Abdumalik Sulaymonov bor. Hozir mana rejissor vazifasida ishlayapti. Haligi 80-70 ga qoralab qolgan ustozlarimiz bor, lekin hammasi 20 yasharda yigitlar deydi. Bularda ijodiy ishlari o'sha vazirligimiz tasarrufida hozir mana bir 14 ta o'zimizda tuman shaharlarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'shalar bilan teppa-teng basma-bas deb qo'yadi, ijodiy uchrashuvlarimiz bo'lyapti. Bundan ko'zlangan maqsad o'sha prezidentimizni hozirgi chiqarayotgan qarorlar ijrosini ta'minlash albatta. Qolaversa o'sha davlatimiz rahbari tomonidan bizga berilgan imkoniyatlardan keng foydalanish desam maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi paytlarda madaniyat xodimlariga, san'at va madaniyat xodimlariga juda ham katta eshiklar ochildi, juda katta imkoniyatlar berildi, sharoitlar yaratildi. Ular haqiqatdan bir xalqni olqishlariga sazovor insonlar sifatida e'tirof etildi. Endi unga javoban ham baribir san'at ahli ham ishlash kerak, harakat qilish kerak. Ko'proq xalqni ichida ularni kayfiyatiga, ularni turmush tarziga, ularni yaxshi kunlariga xizmat qilish menimcha to'g'riroq bo'ladi, shundaymi? Shunday. Mustaqilligimiz 35 yillik bayramiga qanday tayyorgarlik ko'ryapti? Xo'jaoboddan ham aynan asosiy bosh tadbirlarimizda ishtirok etadigan bir san'at ahli bormi? Bor. Bizda mana hozir dushanba kuni keyin payshanba kuni repetitsiyamiz bor. Ansambl kunimizni mashg'ulot jarayoni juda chiroyli o'tkazamiz. O'sha hozir boshida aytib o'tib ketdim, o'zim ham rubobda ishtirok etaman. Ularda o'z soham rubob, Qashqar rubob bitirganmiz. Ustozlar bilan har bir tadbirda, qolaversa shu tuman tadbiri bo'ladimi, viloyat tadbiri bo'ladimi, hozir juda katta bir repetitsiyalar jarayonlar qilyapmiz. Qolaversa shu mustaqilligimiz 35 yilligiga tuman madaniyat bo'limlari bilan bellashuv bo'lyapti, ko'rik tanlov bo'lyapti, xabaringlar bo'lsa. Mana shu kuni bizni chiqishimiz bor. Sizlarni ham taklif etamiz. Xudo xolasa shu kuni mana shu aytgan so'zlarim hammasini amaliy ko'rib olasizlar. Abdushukur akam bu yerda qanday qo'shiq ijro etyapti? Bu yerda biz endi xalqda bir kayfiyatini ko'taradigan shunaqa bir mazmundagi qo'shiqlar bilan Xudo xolasa
ijro Tayyorgarlik etamiz, bo'lyapti. tayyorgarlik bo'lyapti. Qo'shiqlaringizni kuzatdim, mana shu retro va bugungi kunga bir hamohang, bir o'ziga xos bir joziba bilan bir ajoyib bir Cover talqin, ha? qilingan judayam chiroyli Talqinlarni boshqacha bir ijro etar ekansiz-da. Albatta. Endi bu ustozlarning qo'shig'i va o'zimizni milliy qo'shiqlarimiz baribir bo'lmasdi endi. Shuni aytsangiz baribir xalqimizga yoqadi va yoqib kelgan. Bundan keyin ham shu bo'lsa kerak endi. Dastur so'ngiga qanday qo'shiq olib qo'ygansiz? Dastur so'ngigami? Hammamizni bir raqsga chorlaydigan bir xorazmcha Yaxshi qo'shiq ayting, bir raqsga tushaylik. Yaxshi qo'shiq ijro eting, raqsga tushamiz. Jonli efirlarda namoyish etayotgan Andijon nafasi ko'rsatuvi uchun ajratilgan vaqtlar nihoyasiga yetib bormoqda. Xayrlashmaymiz. Go'zal daqiqalarni unutmaslik uchun ham sizga dastur so'ngida go'zal bir taronani ijodiy jamoamiz bilan birga tuhfa etamiz. Marhamat, o'zingizni ehtiyot qiling. Ajoyib tarona dastur uchun yakun.